Musulmonlar, mo'minlar, ahli islom bir tan va bir jondir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu haqiqatni ham ta'kidlab aytadilarki, masalul mu'minina fi tawaddihim va tarahumihim va ta'atufihim kamasalil jasadil wahid. Musulmonlar bir-biriga rahm shafqat qilishligida, bir-birini yaxshi ko'rishligida, bir-birini hurmat qilishligida xuddi bir jasadga o'xshaydi deydilar. Izashtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Agarda jasadning bir a'zosi kasal bo'lsa, og'rib qolsa, jasadning boshqa a'zolari barchasi unga bedorlik bilan, isitma chiqishligi bilan unga hamdard bo'ladi deydilar. İnsonning bir barmog'i og'rib qolgan taqdirda ham barmog'ini uchiga bir yara chiqsami, qattiq og'rib qolsa, eshikka qisilsa barmog'i, faqatgina barmoq og'rimaydi. Qo'l og'riydi, kechasi uxlay olmaydi og'riqni dastidan inson. Boshi og'riydi, ishtahasi bo'lmaydi, ovqat yeya olmaydi, icha olmaydi shu og'riqni dastidan. Butun jasad go'yoki bir barmoqning og'rig'iga nima bo'ladi? Hamdard bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlarni shunga o'xshatadilar. Biz mo'min musulmonlarmiz. Musulmonlar bir-biriga mana shunday hamdard bo'ladi. Bittasi qiynalgan bo'lsa, qolgan 10tasi unga yordam beradi. Qayerdadir bir qiyinchilikka uchragan, boshiga katta mushkul tushgan, og'ir musibatlar tushgan musulmonni yonida turadi, yordam beradi musulmon bir-biriga. Mana shunday yaxshilikda ham hamkorlik qiladi, yomonlikda ham agar yomon ahvolga tushib qolgan bo'lsa, unga yordam beradi. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, unsur akhaka zoliman aw mazluman. Birodaringga, ya'ni musulmonga zolim bo'lsa ham, mazlum bo'lsa ham yordam ber deydilar. Shunda sahobalar ajablanadilar. Aytadilarki, ya Rasululloh, mazlum kishiga yordam berishni tushunamiz. Kimdir unga zulm qilyapti, uni yonida turish. Mazlumga yordam beramiz. Zolimga qanday yordam beramiz? Musulmon zolim bo'lsa qanday yordam beramiz? Deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, uni qo'lidan tutgin, zulm qilishga qo'yma uni. Uni zulm qilishga qo'ymasliging unga yordam o'sha. Unga katta xizmat. Nimaga? Chunki u zulm qilaversa erta qiyomatda do'zaxiy bo'ladi. Uni do'zaxdan saqlab qolgan bo'lasan deydilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Demak, musulmonlar bir tan va bir jon. Bu yig'ilishimiz mana shu musulmonlarning birligini ramzi hisoblanadi azizlar. Chunki faqat biz yig'ilmayapmiz bu yerda. Bu masjidda biz yig'ilyapmiz. Boshqa masjidda boshqa qavmlar, boshqa insonlar, boshqa musulmonlar yig'ilib hamma birgalikda Allohu akbar deyapti. Hamma birgalikda Alloh taoloni zikr qilyapti. Hamma birgalikda hayit namozini o'qiyapti. Hamma birgalikda qurbonlik qilyapti namozdan qaytgandan keyin. Bir-birini holidan xabar olyapti. Bu hajdagi mo'min musulmonlar bilan birdamlikning ramzi hisoblanadi. Hajdagilar bilan. Hajda hamma kecha Arafada yig'ildi. Butun musulmonlar, hajga borganlarning barchasi bitta joyda yig'ildi. Birlik ramzi ekanligini ko'rsatishdi. Hammasi bir-birini holidan xabar oldi. Hammasi bir-biri haqqiga duo qildi. Bizni haqqimizga duo qilishdi. Alloh duolarni qabul qilsin. Bugun Muzdalifaga kelishdi, Minoga borishadi. Bugun hammalari birgalikda jonliq so'yishadi. Ular bilan biz ham birga, hamdardmiz, hamkormiz. Birga ekanligimizni bildirishimiz uchun butun dunyoda musulmonlar mana bugun birga o'tirib hayit namozlarini o'qishadi, borib qurbonlik qilishadi, bir-birini holidan xabar olishadi. Mana shunday al-islamu qawiyyun bizatihi. Islom o'z kuchi bilan, o'z quvvati bilan qudratlidir. Islomga tashqi kuch, tashqi qudrat kerak emas. Musulmon agar haqiqiy islomni agar tatbiq qilsa, o'z-o'zidan kuchli bo'lib ketaveradi. Musulmonlar bir-birini yaxshi ko'radi, bir-birini qo'llab-quvvatlaydi.